Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Men qo'y boqar bobo, quyon ham boqaman. Bir yigit Marg'ilondan irg'ach quyonlaringiz bo'lsa olaman, bir video qilib tashlavering dedilar. O'shanga video qilyapman. Hozir bu qo'chqorali yolg'iz o'zi yashaydi. 10-mart kuni bunga sherik keladi. Mana bu endi 20 kunlik bo'ldi. Ona quyon 6 ta tuqqan. Hop. Mana bular rosa 2 oylik bo'ldi. 2 oylik bo'lay dedi. 10-mart kuni 2 oylikka to'ladi bu bolalar. Onasini qo'chqoraliga qo'shib qo'yaman keyin. Hop. Bu ham qo'chqorali hozir kutib yotibdi, qachon 10-mart kelar ekan deb xudolab. Bular haligi Marg'ilonlik uka hali 5 tasi bu 10 ta chiqdi. Irg'ach quyonlarni ajratdim. Hop, mana shular 4 oylik plus minus 4 oylikdan bir 10 kun o'tgani ham bor. 4 oylikka 10 kun yetmagani ham bor. Endi baribir bir kunda tug'ilmaydi-ku. Hammasi Hikmat nomli quyonlar. Endi bu endi qorong'iroq. Bu molxonani chekkasiga nima qildim. Hozir u yoqdagi haligi 5 ta irg'ach quyonni tashqarida edi, oyvonda edi. O'shani nima qilib qo'ydim. Anaqasini tepasini ochib qo'ydim, endi rasmga olaysizlar deb. Mana bu shular haligi 5 ta qolgani. 10 ta irg'ach quyonim bor, birodarlar. Shularni sotaman. Erkagini boqib so'yib yuraman. Endi irg'achisini so'ygani ko'nglim bo'lmayapti. Mana shular irg'ach quyonlar. Hop. Bittasini tortib ko'rdim. 2 kilo 450 gram chiqdi. Taxminan 200 2,5. Shuni ichida bular. Birortasini olib ko'rsataymi, qo'lim to'sib qolmaydi ekan. Qani. Hoppa. Hoppa. To'xta. Ana. Qorong'i ko'rsatyapti-ya. Yorug'da ham. O'zi havo ham bulutda. Mana shular 4 oylik plus 4 oylik minus quyonlar. Endi bular 5 oy bo'lganda bemalol qo'chqorga qo'shilaveradi. Mana bu qo'chqor yonida xudolab yotibdi. 10-mart kelsa bizga ham sherik kelib qoladi deb. Mana bu quyonimning bolasi hali eshikka chiqqan yo'q. Shu bu bolasi uyda yotibdi. Anaqa o'xirlarda, ana narigi o'xirda mana arpa, bunisida moshta to'poni. Mana bu suvi quyonlarni ham zavodskoy usulda emas. Shunaqa qo'y boqish usulida boqayapman. Ana bularga ertalanda arpa berganman. Mo'rlashyapti. Bu quyonimda bolasi 6 ta. Manadaginikini yo'q, buniki 9 ta. Buniki 9 ta. Bu hozirgi ko'rsatib turgan quyonimda bolalari mo'rlab turishibdi uyasidan. Bag'dagini 6 ta. Ikkalasining orasida bir hafta farqi bor. Bular chicha bir hafta oldin tug'ilganligi uchun chiqib o'zi o't yeyapti. Narigilar hali o'rgangani yo'q. Bular 1-aprelda qo'chqor bilan ko'rishishadi. Hop. Yana mana yerda ham quyonim bor. Bularni ham ko'rsatib qo'yay bahanada. Mana bu quyonim qo'chqorali. Bu ham 10-mart kuni bunga ham sherik qo'shib qo'yaman. Shunaqa dedim. 3 ta qo'chqor quyonim bor. Bularga bir kunda qo'shaman quyonlarni. Qani bolalar? Mana bu shunday gavdasimdan 3 ta tuqqan xolos. Bu ham 2 oylik bo'lib qoldi buni bolalari. 3 ta tuqqan bolalari boyoy. Onasi 3 ta tug'ildi endi. Birinchi tug'ish edi. Bu quyonchilarni ham 10-mart kuni onasi qo'chqorga qo'shiladi. Yonidagi qo'chqorni oldiga o'tkazib qo'yiladi. Birodarlar.
Quyonga qiziqqan birodarlar bo'lsa, mana yaxshilab bo'lsa, voy jonim ey o'tirib olaychi. Mana shu quyonlarim 4 oylik plus minus. 5 oylik bo'lsa, bularning narxi ham chicha ko'tarilib qoladi. 5 oylik quyon qochirishga tayyor bo'ladi-da. O'zimda men shunaqa 5 oylikda qo'shiladi deb eshitganman-da. Bular 4 oylikdan o'tgan. 4 oylikka bir 5 kun, 10 kun yetmay qolgani ham bor. 3 ta uyani bolalari, hozir 10 ta irg'achisi chiqdi. 2 ta qo'chqori chiqdi. Qo'chqorini boshqa qo'yib qo'ydim. Bu safar qo'chqor kam chiqdi. Mo'ljallam 5-10 ta, hech bo'lmasa 5-6 ta chiqadi, oz chiqdi. Endi irg'achini ham sotib puliga go'sht sotib olaveramizda shu. Hop. Mana shunaqa qilib. Hop, quyonga qiziqqan birodarlar. Mana edi, biri Xudo berib yotibdi menga. Bitta sog'liq qo'yim. 3 ta tug'ib olsa bo'ladimi? Ana. Ana. Naraka bor. Naraka bor. Bolalaringni to'sib olma. Ana, ikkitasi orqada. Orqada yotibdi ana, o ikkitasi. Bu qo'zi. O'tgan yil aprelda mana shu qo'zini onasimdan 5 million 100 ga olgan edim. Onasini avgust oyida 900 mingga, nima, ikkitasini 450 mingga onasini sotib oldim, qo'zisi qoluvdi. Qo'zisini sentabrda qochirib qo'ydim. Ikkita tug'sa kerak. Egisini bolasi yo'q desam, 3 ta yaxshi tug'ib o'tiribdi-da. Mayli endi, kampir kelamiz endi. Bularga dababka suti ham yomon emas, yaxshi, lekin dababka molni sutidan emizyapmiz. O ag'da ham 4 ta sog'lig'im bor. Ular ham hammasi egisini bolalari. Bitta egischimiz ham bor mana edi. Bulardan ham bittasi Fatmasi bitta tuqqan. Bu Zo'rasi 3 ta tug'di. Ag'da yana Fatma Zo'ra 2 ta qo'zim bor. Ular ham shu 1 oy ichida tug'atdi. Mana shunday qilib pensioner odam bekor turmasdan mana shunaqa bilan kechgacha ovoramanda, ovqatini beraman, suvini beraman, kelib ko'raman, tagini tozalayman deganday. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak, hop. O'zim Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qotag'on qishlog'ida yashayman. Qotag'on qishlog'ini Usta ko'chasida turaman. Hop, ismim Qodirov Muhriddin aka. Pensionerman. Telefon raqamimda ana Telegramga yozishni bilmayman. Hop, aytaveraman. 91 bilayin 353 93 93 telefon qilaverasizlar. 10 tasini optim oladigan odam bo'lsa, yana ham yaxshi. Ana bu 3 ta tuqqan sog'lig'imni ham hozir yaxshi pul bergan odamga sotaveraman ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat, birodarlar.